Qariyb 5 gektar maydonda barpo etilgan So'x bolalar sog'lomlashtirish oromgohi 200 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, yozgi mavsum davomida 5 smenada jami 1000 nafar bolajonni dam oldirib sog'lomlashtirishga mo'ljallangan. Ushbu maskanda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari uchun 29 milliard so'mdan ziyod mablag' yo'naltirilgan. So'x oromgohida o'g'il-qizlarning miriqib hordiq chiqarishi bilan birga jismonan chiniqib, salomatliklarini mustahkamlashlari, bilimlarini oshirishlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Bizning tuman eng chekka hududlardan joylashgan anklav hudud hisoblanadi. Shunga qaramasdan mamlakatimiz prezidenti tomonidan biz yoshlar uchun, qolaversa, yosh kattalar uchun ham barcha sohalarda So'xga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Shuning yaqqol namunasi sifatida mana hozir So'x tumanida yangi sog'lomlashtirish oromgohi bunyod etildi. Bu oromgoh rosti So'x uchun juda katta kutilmagan voqea bo'ldi va tarix sahifalarida zarhal harflar bilan yozildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi So'x tarixida bunday voqea hech kuzatilmagan. Oromgohlar borligini bilardik, ammo bunday narsa So'xda kuzatilishi biz yoshlar uchun katta sovg'a bo'ldi deb ayta olaman. Shuningdek, oromgohimiz haqida gapiradigan bo'lsak, bu oromgoh o'zida barcha zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan, yoshlar uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda muzey ham tashkil etilgan. Bu So'ximizning kichik tarixi ham bu yerda o'z ifodasini topadi. Har kim ham o'ylashi mumkin, So'x tumani eng chekka hudud, iqtisoddan, deylik, siyosatdan chekkada qolgan deb. Lekin aslo bunday emas. Ya'ni So'x tumanida har qanday sharoit, har jabhada, deylik, ta'lim, sport, san'at biz uchun juda katta sharoitlar yaratib berilmoqda. Tadbirda so'z olgan Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Qudratullo Rafiqov bugungi kunda mamlakatimizda davlatimiz rahbari boshchiligida jamiyat hayotining har bir sohasida amalga oshirilayotgan islohot va yangilanishlarning eng avvalo inson manfaatlarini ta'minlashga qaratilganligini alohida qayd etib, bu jarayonda ko'hna tarixga ega So'x yangi O'zbekistonning bir bo'lagi sifatida chin ma'noda yangilanayotganiga e'tibor qaratdilar. Darhaqiqat bundan atigi 5-6 yil ilgari kimdir So'xga viloyat markazidan aviareyslar qatnovi yo'lga qo'yiladi. So'xlik yoshlar uchun oliy ta'limda maxsus grantlar ajratiladi. Turli imtiyozlar beriladi desa birov ishonmas edi. Bugun esa So'xliklarning orzulari amalga oshgani, ularning davlatga, mamlakat rahbariga, ertangi bugungidan-da farovon hayotga ishonchlarini mustahkamlab, ularni ezgu ishlar sari chorlayotgani ayni haqiqatdir. To'g'risi men tasavvurlarim So'xga nisbatan butkul o'zgardi. Bunaqangi chiroyli tabiat, bunaqangi samimiy odamlar, ochig'i hali sheriklarimga aytib turdim. Sizlarga mubolag'a bo'lsa ham, men o'zim borganman o'sha Shvetsariyaga ham, O'zbekistonning Shvetsariyasi deb bemalol aytsa bo'lar ekan. Eng asosiysi odamlarda bo'lgan kelajakka bo'lgan ishonch paydo bo'ldi, deyapti. Ya'ni biz o'sha narsani ko'rdik, o'zimizni dunyoqarashimiz o'zgardi. Menimcha eng katta yutug'imiz shu bo'lsa kerak. Ochilish tadbiri Jo'rabek Murodov, Ozodbek Nazarbekov, G'ulomjon Yoqubov, Yodgor Sa'diyev kabi bir guruh O'zbekiston va Tojikistonning taniqli san'atkorlari ishtirokidagi kuy-qo'shiqlar, chiqishlar, yig'ilganlarning raqslari bilan davom etdi. So'x tumanida bo'lib o'tgan bolalar sog'lomlashtirish oromgohining tantanali ochilish marosimi So'x tumanidagi 27 ta mahalla, Farg'ona tumanidagi Shohimardon va Yordon mahallalari hamda Rishton tumanining Cho'ng'ara mahallasidagi mas'ullar o'rtasida tashkil etilgan eng yaxshi sektor rahbari, eng yaxshi mahalla raisi, eng yaxshi xotin-qizlar faoli, eng yaxshi yoshlar yetakchisi, eng yaxshi hokim yordamchisi tanlovlari g'oliblarini taqdirlash tadbiriga ulanib ketdi. Tanlovlarda 3-o'rinni qo'lga kiritgan g'oliblarning har biriga diplom va 20 million so'mdan pul mukofotlari, 2-o'rinni egallagan ishtirokchilarning har biriga diplom va 30 million so'mdan pul mukofotlari topshirildi. Biz mana shunday chekka anklav hududda yashaganimiz bilan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan bizga juda katta imkoniyatlar yaratib berilyapti. Bugungi tanlovni ham buni bir misoli deb olsak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan eng yaxshi xotin-qizlar faoli nominatsiyasi bo'yicha faxrli 2-o'rinni egalladim va 30 million so'm pul mukofoti diplomga ega bo'ldim. Bu bizga muhtaram yurtboshimiz tomonidan berilgan oldingi bajarilgan ishlarimiz uchun emas, balki kelajakda qiladigan ishlarimiz uchun oldindan bizga berilgan sovg'a, mukofot sifatida qabul qilamiz va endi yanada mas'uliyat bilan ishlashga va'da beramiz.
Shuningdek, eng yaxshi sektor rahbari, eng yaxshi mahalla raisi, eng yaxshi hokim yordamchisi, eng yaxshi xotin-qizlar faoli, eng yaxshi yoshlar yetakchisi tanlovlarida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan g'oliblarning har biriga diplom va prezident sovg'asi, avtomobillar kalitlari tantanali ravishda topshirildi. Oromgoh xodimlari uchun esa O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan Damas avtomobili taqdim etildi. Bayram tadbiri yorqin tomosha, suhliklarning jo'shqin va xurram kayfiyatini yanada orttirgan mushakbozlik bilan yakunlandi. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev hudud informatsion dasturi uchun maxsus So'x tumanidan tayyorlandi.